Siz hozirgacha bir nechta klublarni boshqargansiz. Bu sizning eng yaxshi tarkibingizmi? Buni aytish biroz qiyin, ammo so'nggi 3 yil davomida eng kuchli va bizga ancha yaqin jamoa ular edi. Bu ancha qiyin edi. Ularda ko'plab ajoyib o'yinchilar bor va ularning o'yin uslubiga qarshi himoyalanish qiyin. Bugun ko'rsatganlarimiz bizni qanday jamoa ekanligimizni ko'rsatadi. Shuni ham eslatib o'tmoqchimanki, biz o'tgan yilgi finaldagi kabi bir xil jamoani, bir xil boshlang'ich tarkibni maydonga tushirmadik. Bu yil bizda jarohatlar bilan o'zgacha bo'ldi. Bu holatni boshqarish qiyin bo'lishi mumkin, lekin shu bizni qanday jamoa ekanligimizni va bizda qanday o'yinchilar borligini ko'rsatadi. Salom murabbiy. Kecha o'yin birinchi o'yinga qaraganda boshqacha bo'lishini aytgan edingiz. Menimcha Bavariya asabiy edi. G'alabaning asosiy sababi mentalitetmi? Chunki sizning jamoangiz ancha xotirjam ko'rindi. Ha, bularga e'tibor berish juda muhim. Biz o'tgan 3 yildan beri har qanday raqibga qarshi o'ynashga tayyor ekanligimizni ko'rsatdik. Bu haqida ko'p gaplashdik. Haddan ziyod hayajonlanish yaxshi narsa emas. Biz 100%imizni ko'rsatishga harakat qildik. 100% holatda bo'lmagan o'yinchi bo'lishi mumkin emas, lekin bundan yuqorisi bo'lishi ham xavfli. Butun o'yin davomida ko'rganlarimiz biz uchun muhim edi. Shubhasiz, futbolchilarning bu kabi mentalitetga ega bo'lishlari juda ajoyib. Siz buni ko'p marta qayta aytdingiz. Ikkinchi chempionlikni ketma-ket qo'lga kiritishingiz mumkin deb o'ylaysizmi? Ha, guruh bosqichidan keyin nima deganimni eslay olasizmi? Eslay olasizmi? Ya'ni men bizdanda kuchliroq jamoani ko'rmayapman. Ko'pchilik tanqid qilishdi. PSG unchalik yaxshi emas deyishdi. Ammo men haq edim. Bavariya bizning darajamizda va Arsenal ham mavsumdagi eng yaxshi jamoalardan biri. Ular mavsum davomida ajoyib ishlar qilishdi. Ular hali ham Premier Ligada o'ynashyapti va finalga chiqishdi. Buni ta'kidlash kerak bo'lgan narsa, lekin men o'z jamoamga ishonaman. Salom murabbiy, bu finalga chiqish uchun yetarli bo'lmadi va bunga sabablarni qayerda ko'ryapsiz? Hakam haqida ancha gap so'zlar bo'ldi, lekin siz nima deb o'ylaysiz? Avvalo PSJni tabriklayman. O'ylaymanki, biz ular bilan bir xil darajada o'ynadik. Bu kabi o'yinlar har doim ikki tomon uchun ham qiyin bo'lgan, chunki ko'p narsa kichik detallarga bog'liq bo'ladi. Parijdagi o'yinda ham, bugungisida ham, menimcha futbolda, umuman olganda hayotda o'zingizga va nimani yaxshilashingiz mumkinligiga e'tibor qaratishingiz kerak. Aytishim kerakki, Parijdagi o'yinda ham, hozirgi o'yinda ham o'yinning ba'zi qismlari hal qiluvchi bo'ldi. Shu kabi o'yinga ta'sir o'tkazishi mumkin bo'lgan detallar mavjud. Murabbiy, biz gaplashishimiz mumkin bo'lgan bir nechta vaziyatlar bor. To'pni qo'lga tegishi, o'ylaymanki qo'l tanadan ancha uzoqda ekanligi aniq edi. Siz buni qanday ko'rdingiz? Nuno Mendeshga ikkinchi sariq ko'rsatilishi kerakmidi? O'ylaymanki sizni zaxira o'rindig'ida ancha asabiy holda ko'rdik. Men rasmlarga 3 marta qaradim. Balki siz boshqa tasvirlarni ko'rgandirsiz. Ammo men Laymerning qo'li to'pga tekkan tasvirni ko'rmadim. Balki boshqa kimdir biror narsani ko'rgandir. Yo'q. Bu yerda 50 kishi bor va ularning hech biri Laymerning qo'li to'pga tekkanini ko'rmagan va men 10 metr uzoqlikda edim. Menimcha Konni to'pga qo'li bilan emas, balki yon tomoni bilan tegib ketgan deb o'ylayman. Va Nuno Mendeshga ikkinchi sariq kartochka ko'rsatilishi kerak edi. Keyin esa PSJning foydasiga foul berildi. Bu vaziyat o'yinni hal qilishi mumkin edi. Shu kabi ikki holat bor edi. Birinchisi, birinchi o'yinda bizga qarshi qo'yilgan penalti. Boshqa biri esa bugungisi. Men qoidalarni tushunaman. Birinchi o'yinda to'p birinchi Davisning tanasiga tegib, keyin uning qo'liga tekkani aniq edi. Bu hali ham penaltimi? Bilmadim. Futbol o'ynab ko'rgan har bir kishi bunday holatni qo'lni tortib olish imkonsizligini va bu to'g'ri qaror emasligini biladi. Va bugungi vaziyatda qo'l butunlay havoga ko'tarilgan. To'p qo'lga tegdi. Ha, to'p jamoadoshidan kelgan, lekin jamoadoshi 10 metr uzoqlikda edi. Men PSJning o'yiniga hech qanday e'tirozim yo'q. Ular ajoyib jamoa, lekin hakamning qarorlariga kelsak, bizning fikrlarimiz turlicha bo'ladi. Agarda sen bir gol farqi bilan mag'lub bo'lsang, bu juda yoqimsiz bo'ladi. Yana Chempionlar Ligasi finali va o'tgan mavsumda finalda g'alaba qozongan joyingizdan yana bir Chempionlar Ligasi finaliga yo'l olyapsiz. Hozir nimalarni his qilyapsan? Mening hissiyotlarim o'zgacha. O'ylaymanki, biz mavsumdagi eng yaxshi jamoalardan biriga qarshi o'ynadik va biz qilishimiz kerak bo'lganini qildik. Ancha qiyin o'yin bo'ldi va o'ylaymanki, biz finalga chiqishga loyiq edik. Bu mening 3-finalim. Men juda ham faxrlanyapman. Hozir biz tayyorlanishimiz kerak. Yana chempion bo'lishimiz kerak. Chempionlar Ligasi finaligacha bizda biroz o'yinlar bor. Keyinchalik biz finalga diqqatimizni jamlashimiz kerak.
PSG yana Chempionlar Ligasida. Bu o'tgan yilgidek hissiyotmi? Ha, albatta biz finalda o'ynashimizdan xursandmiz. Lekin oldinda yana bir muhim o'yin bor. Bilamiz Arsenalga qarshi o'yin ancha qiyin bo'lishini. Ammo biz nimalarga qodir ekanligimizni bir necha marta ko'rsatdik. Bu o'yin mavsum davomidagi eng qiyinimidi? Ha, o'ylaymanki Bavariya hozir eng yaxshi jamoalardan biri va bu ancha qiyin bo'ldi. Menimcha, mavsumdagi eng qiyinlaridan biri edi va biz bu kabi jamoalarga qarshi o'ynay olishimizni ko'rdik.